Assalomu alaykum. Bugun sizlar bilan yengilgina lekin to'yimli va mazali bo'lgan salatni birgalikda tayyorlaymiz. Avval sho'rboringlarni yirik-yirik qilib to'g'rab olamiz. Marinovka qilingan qo'ziqorin hamda pomidorni ham yirik shaklda to'g'rab olishimiz kerak. Endi bo'lsa sifatli, halol sertifikatiga ega bo'lgan asl baraka mahsulotlardan foydalanamiz. Men mol tili hamda tovuqli ruletdan foydalandim. Ikki xil turdagi mahsulotimizni ham parrak shaklda to'g'rab olamiz va 4 ta qismga bo'lib olamiz. Bu yana ham salatga mazali ta'm beradi. Tog'orachamizga 2 xil salat bargini yirik-yirik shaklda to'g'rab solamiz. Rukollani ham muzdek suvga ivitib keyin solamiz va to'g'ragan mahsulotlarimizni solib, ustiga yashil no'xat bilan to'yintiramiz. Sos uchun o'simlik yog'i, tuz, xantal donachalari, chesnok hamda sosni solib yaxshilab aralashtirib salatga qo'shamiz. Qo'limiz bilan yengil ohista aralashtirib olishimiz kerak bo'ladi. Vitaminlarga boy bo'lgan, ko'rinishi ham juda ham chiroyli chiqadigan, qorinni to'q tutadigan foydali salatimiz tayyor. Restorandagi qimmatbaho salatlardan qolishmaydi yoqimli ishtaha.